ikki pahla xudo xohlasa mana kech bo'lmasiga qaraganda Isuzuga chiqarib berdik yuklarimizni. Inshaalloh ketyapti mana. Surxondaryoga hamma yo'g'ini. Bu ekanam olgunisiga Moshina cho'tki qilib. Ko'piga chiqarib berdik inshaalloh mana Surxondaryoga. Shuncha yuk. Xona, stol hamma yo'g'i bor. Chiqib ketyapti. Xudo xohlasa taqsimdan bilan qoldi. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Xudo xohlasa mana vitrina ishimiz sotilib qoldi. Surxondaryo viloyatiga upakovka qilib jo'natib beradigan bo'ldik. Hozir buzish ishlarini olib bordik. Inshaalloh. Hozir qoshlarni yechishni boshladi. Qo'yma holatda gaz vichka hamma yo'g'i bilan sotildi. Xudo xohlasa Surxondaryo viloyatiga olib ketadigan bo'ldi. Chiroyli tarzda upakovka qilib jo'natib beramiz. Kimga ish yoqqan bo'lsa telefon qilib gaz qila olasa chiroyli tarzda upakovka qilib jo'natib beramiz. Bu yerda 4 metrli ishlarimiz ham bor sotilmagan vitrina holatda. Toshni 4 metrga, balandligi 2.60 ga tushadigan ishlarimiz. Yig'ish jarayoni, upakovka jarayoni. Upakovka qilyapti. Chiroyli tarzda Surxondaryo viloyatiga ketadi inshaalloh. Shuruplarni ichiga qaytarib qo'ydik, uchkalarnikini. Juda holatda upakovka qilib Isuzuga chiqaveramiz inshaalloh. Tutamayız falan. Başları, içleri. Çocuklarımız yaptık. İnşallah. Yüklerim sayarı falan. Taşlarını yani oladık mı ülkelerini. Xudo xohlasa hadi bola ishlayapti. Mana bitta qoldi-da, xudo xohlasa. Sizlar bo'lsa, inshaalloh Isuzuga yuklaymiz. Xudo xohlasa upakovkalarimiz tayyor. Ketishga Isuzuga. O'ta chiroyli tarzda upakovka qilib qo'ydik. Mana baget kabellarni ham chiroyli tarzda bo'ldi. Vohaga chiqaryapmiz. Surxondaryo viloyatiga. Inshaalloh chiroyli yetib boradi. Yuklash jarayonlarini ham ko'rsatib ketamiz.